Bunaqa menyuli telefonda hali hech kim ko'rmagan, lekin hamma mana shunaqa ajoyib quvvasa bo'ladi. Ko'rdingizmi buni menyuni qanaqa qo'yganimni? Vau, zo'rku, qanaqa qilib qildingiz? Hozir hammaga o'rgatib qo'yaman. Shu narsani faqat nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishsin. Videoga like bosmaganlar tez like bosib qo'yamiz. Sizlar ham xuddi shunaqa 2025 menyuni o'rnatib olib, telefoningizda hammani hayron qoldirsanglar bo'ladi. Lekin ko'rinishi o'rtoqlar haqiqatda ajoyib bo'ladi-da, uncha odamni hayratda qoldirasizlar. Hozir sizlar ham xuddi shunaqa qilib olasizlar. Telegramga kirasizlar-da, xuddi shunaqa qilib Games X uzbotda yozasizlar. 234 mingta odam kirgani bor. Kirganinglarda o'rtoqlar start tugmasini bosasizlar. Start bosgandan so'ng mana shu barcha kanallarga obuna bo'lib chiqishingiz kerak. Men barchasiga obuna bo'lganman. Keyin ham to'rtburchakka bosib, obuna bo'lib bosingga bosasizlar. Har bittasiga obuna bo'lganinglardan keyin NTga tushiramiz. Keyingi qatorga o'tamizda, keyingi qatorga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin. Menu 2025 bor. Shuni ustiga bosasizlar. Sizlarga bu o'rtoqlar premium faylni tashab beradi. Shuni ustanovka qilib olsanglar bo'ldi. Mazza qilib ishlataverasizlar. Agar bu sizlarga to'g'ri kelmasa, boshqa versiyaga bosib yuklab olsanglar ham bo'ladi. Telegram orqali topishga qiynalsanglar, o'rtoqlar profilimni shapkasiga o'tasizlar. Shunda podpiskani bosib, mana bitta Games X Uzbot logosi bor. Shuni ustiga bitta bossanglar ochiladi. Botga o'tishga bosasizlar. Shunda mana ssilkaga bosib, botga kirsanglar bo'ladi. Faylni yuklab olasizlar. Bo'ldi o'rtoqlar. O'sha hammasi avtomatik bo'ladi. Bemalol ishlataverasizlar. Keyin o'rtoqlar kommentariyada qanaqa telefon ishlatishinglarni yozib ketinglar. Bu videoni barcha do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Ular ham telefonligini xuddi shunaqa ajoyib qilib 2025 menyuni o'rnatib olishsin. Videoni historiyalarga qo'yib yuborishim yodingizdan chiqmasin. Profilimga o'tsanglar, bundan da qiziqarli videolar bor. Videoni saqlab qo'yinglar.